gapiryapman, hurmatli haydovchi. Xo'p, hujjat so'rash haqqim bormi? So'rayapsiz, ko'rsatyapti. O'zi nima kerak bir ortiqcha gap gapirib tashlashda? Yo'q, ortiqcha gapirmayapman. Transportdagi hujjat bormi? Transportdagi Xo'p. davlat raqam belgilarini mana planshetimizga kirgizgandan keyin to'liq ma'lumotlaringiz chiqadi. Shuning uchun. Xo'p. Shuning uchun so'radik biz sizdan. Bo'ldi. Endi eshiting davomini. Vazirlar Mahkamasining 172-sonli qarorida eshityapsizmi? Eshityapman. Vazirlar Mahkamasining 172-sonli qarorida haydovchi yonida ID karta yoki biometrik pasportini olib yursa, qolgan hujjatlarini taqdim etishga majbur emas. Yorib qo'ying mana. Tushundim. Yorib qo'ying telefoningiz yorug'ida. Sizning haydovchilik guvohnomangiz bormi, yo'qmi? Hozirda ko'rinadi aka. Sizning to'liq ma'lumotlaringiz bunda o'zingiz shaxsiy tasdiqlovchi hujjat chiqadi. Hop. Transportdagi hujjatlari qachonki davlat raqam belgisini tergandan chiqadi. Mana hujjatlar. Men Vazirlar Mahkamasi qarorida yozilgan narsani aytyapman. Qolgan narsani sizga taqdim etishga majbur emasman. Oq yo'l, hurmatli haydovchi. Sog' bo'lasiz. Qachonki biz o'z huquqlarimizni bilib va joyida uni talab qila olsakgina, GAI xodimlari bizdan ortiqcha narsalar talab qila olmaydi. Sog' bo'lasiz, omon bo'lasizlar. Sizlar bilan Jasur Bekrazov qonuniy gaplashamiz.